chovish quvozlari, aziz do'stlar. Mana biz drabilkalarimizni hozir sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirib, nima qilib beramiz. Everest Red ostidagi drabilkalarimiz mana turbali varianti, pushka varianti deymiz. Bu yonboshlar ham ikkisi ham ish ko'radi. Bunisi gayka bolt ochiladigani, bunisi prujina bilan ochilib yopiladigan variant. Bunday qilib ochilib yopiladi. Qaysini zakaz berilsa, o'shanga qarab nima qilib berilaveradi. Drabilkalarimiz Jigulini Mahavigi 26 talik, pichoqlik, 24 talik, 22 talik qilib beryapmiz. Mana Lisli Mahavigi. Lisli Mahavigizga ham e'tibor beringlar. Mana 1 sm qalinlikda. Mana bu plankalarimiz ham 6 mm lik qalinlikda, to'liq olti beradi. Nimalari? Segment sug'orilgan pichoqlar mana. Galyoni mana setkalarimiz 4 xil bo'ladi. Mol bob bo'ladi. Mana shu qo'yga ham bo'laveradi. Endi Turkiya normal joylarga. Qo'yga o'ta mayin qilib beradiganlarga mana kepay holatga keltirib beradi. Yorma holamiz atalaboq qilib chiqarib beriladi setkalarimiz. Bular garelkalarimiz, atrabon garelkalarimiz, hoka garelkalarimiz. Ko'mirni kuli deyishadi ko'p joyda. Hoka garelkalarimiz. To'rtburchak variantlari ham bor. Bunaqangi variantlari ham bor. Lisli Mahaviklikda bunaqangi variantlari ham bor. Buni so'zi sabzavot nimalarni chiqarsa ham bo'laveradigan variantlarimiz bor mana. Buni hozir Mahavik qo'yib, hozir chiqarib beramiz. Ko'l quruq tayyorlaydi bular hammasi.